Assalomu alaykum, ko'pchilik yaxshimisizlar? Bugungi muhojiratdagi Uyg'ur xonim-qizlar sahifasi suhbat programmasida alohida aziz bir mehmonni taklif qildim. Ya'ni bizning Kanadadagi siyosiy faoliyatlarimizda aktiv bo'lgan Uyg'ur xonim-qizlarining ichidagi kuchli obrazlarning biri bo'lgan Mukarram xonimni bugungi ekranimga taklif qildim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aleykümselam, yaxşı, rəhmət. Özünüz yaxşı doğansınız inşallah. Yaxshi. Pek hoş buldum. Təklifimni qabul qilib, bu ekran meningki. Mening kanalımdan barliq Uyg'ur xonim qizlarininki kanali qilish uchun kurash qilayotgan, tirishayotgan shundaq bir faoliyatlarimning ichida sizninki meni qo'llab-quvvatlab berib, bu programmani vujudga chiqarganimdan intayin xushal bo'ldim. Men sizni dastlabda 2018-yili shu o'zaro tanishgan vaqtimiz 2018-yili Dünya Uyghur Qurultayınınki Milliy Kengash yig'inida shu chaqda shu bir parcha rasm xotir surat bo'lib qoldi ekan. Shu chaqda sizni tanigan, undan keyin asosan shu to'rlarda aloqa qilib keldik. Hozir ikkimizniki vaqt farqi 2 soat vaqt farqi bo'ladi deyman. Bir davlatda bo'lsakmi, xuddi Urumchi bilan Beyjingda turib programma qilayotgandek bo'ladimiz bu shtatda. Hoş buldum. Yana bir qatam rahmat. Unda bo'lsa programmamizni o'zingizni tanishtirish, shu Kanadadagi faoliyatlaringiz to'g'riliq so'zlashish bilan bir boshlab kelsak qanaqa deysiz? Buldu. Rəhmət. Avval məni özünüzün bu programınızı təklif qılığınızda xoş oldum. Həm də sizin bu şundaq bir proqramını vücudqa çıxarğınızdımı? Afrin deyimə. İnşallah dava yoldaki, muhacirətdiki her qandaq bir səbdə orunda nəticə qazanğan xanım qızlarımızı qezib çıxıb ularını Uyğurlarımızı tanıtsınız. Bir yaxşı bir iş. Sizə muvaffəqiyyət diləyirəm. Həm də köp rəhmət. Köp rahmat. Sizlarning yordamingizlarni ayirib qarashga bo'lmaydi albatta. Sizlardan ulgu ilib, shundaq bir ishlarni qilib boqay, bir millat uchun, o'zimizningki Uyg'ur millati uchun shundaq bir programmalarni vujudga chiqarib boqay deb bir tirishish yo'lida qo'llag'iningizdan hamda boshqa barliq shu sahifaga qatnashayotgan barliq Uyg'ur xonim-qizlarga alohida rahmat. Ko'proq kelib o'zaro ochiqsinglardan bo'lishib yaxshi o'tib shundaq faoliyatlarimizni Uyg'ur davosini xalqaro tunutishda o'zaro fikr almashtirib hamdamda bo'lib shundaq bir programmalarni qilsak demoqchi. Undaq bo'lsa Kanadaniki Edmontonda yashaysiz. O'zingizniki shu faoliyatga qachon qanday qilib qo'shildingiz? O'zingizni tanishtirgach faoliyatlar to'g'riliq so'zlab berishni boshlasangiz bo'ldi. Rahmat. Buldu. Ben vatanımız Şərqi Türkistan'ın Çöçek şehrinde bir ziyali ailesinde dünyaya geldim. Şu güzel Çöçek şehrinde benim balılığım, ösmürlüğüm, yaşlılığım şu yerde öttü. 1985 yılı atanmış Şinjan Üniversitesi'nin Xanzutlu Kesbi'ye kelgenden keyin şu yerde okuş jarayonida andaki hizmet ailenin yetkilib kelishi bilan Urumchida o'ltiraqlashib qoldim. Oliy maktabga kirib 4 yil kasbimni tugatgandan keyin Urumchiga xizmat taqsim qilindim. Shu xizmat taqsim qilinish jarayonida bir xizmatdan bir xizmatga yo'tkaldim. Bu yo'tkalish jarayonida, xizmat ishlash jarayonida bizim hayatımız hem de bu diasporadaki hayatımız olsun, özümüzün Uygur buluştaki hayatımız olsun, hem de şu böyle davaken hem de biz davadan ayrılanmaydıkenimiz. Şu jarayonda, xizmat ishlash jarayonida bu bizga bo'lgan nohaqchilik bularni texmo tunib yetdim bu xizmat jarayonida. Ondan keyin oliy maktabdan boshlab bu vatanparvarlik, vatan millat uchun bir ish qilish, bu vatan millat davosi degan vatan millat sevgisi insonlarning qinida bo'ldi ekanda. Men shu tug'ilgan yilimmi shu vaqtlarda atalmış medeniyet inqilobi degan vaqtlarda men apam homil ekandim. Shu chog'da majburiy ularni uydan chiqib, bu faoliyat, bu şuarlar to'g'ildi ekan. Shunda bo'lganki menda bir ko'pinglar men jangovar deysizlar, ashuna bir jangovarlik, bir shu jushqunlik bor, harakat qilsam deydigan, bir ish qilsam deydigan. Shuni bilan qinimni sinib ketgan o'xshaydi. Oliy maktabga kelgandim. 1985-yil 9-yil oliy maktabga keldim. 12-oyda
o'quvchilar namoyishi bo'ldi. Shu namoyishga hamda shu chog'da biz 17 yosh vaqtlarimiz. Ya u namoyishga biz namoyishni bilib bilmay u namoyishda bir muhim bir xizmatlarni qildim hamda men. Biz kichik bo'lgandan keyin cho'nglar bizni yotoqlar kiringlar deb biz bilan paranglashib, hadisdak bundaq bir muomalani qiladida. Bir kuni shu ozoq bir so'zlab beray. Bir kuni shu cho'nglarning yotig'iga kirib o'tirsam, bularning teshidan biraylan kirdi, ism belgili olmaydi. Kirib bu namoyish to'g'riliq so'zlandi u yerda. Men chiqib ketmadim, o'zim hayajon birisi bo'lgandan keyin chiqib ketmadim. Undan keyin buning jarayonlarini anglab bu yerda men shu chog'da 85-yildagi o namoyishda o'quvchilarning universitet harakatida bir shuarimiz bordi bizning. 13 kitob shuar bordi. Uni yezishni men ustim qoldim. Birisi men qilay deb o'zim. Ondan keyin ertasi namoyish borligini uqtirishni planda soat 10'da kesh 10'da yotoqlarni chirqin o'chirdim. Shu chiroq o'chirilgan chog'da erta namoyish bor deganni men uqtiradigan bo'ldim. Buning ustim qoldim-da. Shundan ertasi namoyish bor kunda bizning maktabda o'g'illarning ijtimoiy fan yotoq binosi, qizlarning ijtimoiy fan yotoq binosi, qizlarning tabiiy fan yotoq binosi, o'g'illarning tabiiy fan yotoq binosi ayrimdi. Men shu qizlarning asosiyatim ijtimoiy fan deb olgandan keyin ijtimoiy fan yotoq binosiga mas'ul bo'lib shu erta namoyish bor degan uqtadim. 10 bo'lgancha chiroqni o'chirayotgan chog'da kichik bir projektor bor, uni ilib har bir yotoqni ishkini chekib oshqizib banda erta namoyish bor, namoyishga cho'qim chiqinglar, agar namoyishga chiqmasanlarmi sinfga chiqmaysizlar, yotoqda o'tirsizlar, bozorga chiqsizlar deb ashundoq qilib shuni men uqtaganimda. Keyin tabiiy fan binosiga chiqdim, endi qiz bola bo'lgandan keyin 10 bo'lsin bizni kirgizidimda. U yerga bir uqtagan bo'ldim. Shuna bir vazifalarni oldik, namoyishga bordik. Namoyishni zaten yillardan buyon so'zlanayotdi, keng ko'lamli Uyg'urlar tarixida o'quvchilarning birinchi qatim bu shunday bir keng ko'lamli bir norozilik namoyishi bo'ldi. U vaqt hayajonlar jiq so'zlandim, uni tafsil so'zlashni o'ylab. Ya'ni demakchi o'g'lim, men shu vaqtdan boshlab bu aktivlikni aslida men boshlagan ekanman. 1988-yili ya'ni yana bir o'quvchilar harakati bo'ldi, uni hammamiz bilamiz. Uni qatnashdim. 85'tikida kim bu namoyishda ba'zi bir ishlar pash bo'landi, ba'zi bir maktab tugatganlar yaxshi xizmatga maktab bitirish diplomi bermagan yoki yaxshi xizmatlarga topolmagan bo'linmadi. Ashuna ishlar bo'ldi. Ammo biz kichik bo'lganimiz uchun, oliy maktabning 1-yilda bo'lganimiz uchun bizga hech qanday bir narsa bo'lmadi, ta'siri bo'lmadi. Kichik diplom o'tdi. Ammo hozir bo'lgan bo'lsa, u mumkin emas ekan hozirgi sharoitda. Shu ashunda shu oliy maktabni tatmishda aktiv bir faoliyatlarni qilganim shu chog'dan boshlab bu millat sevgisi, vatanparvarlik shu chog'dan boshlab boshlanganimdi. Undan keyin xizmatga chiqqandan keyin o'zim talab qilib yezilib berishni talab qilganman. Talab qilib shu yezi turmushini bir ko'rib boqsam deb yezib borgandan keyin u chog'da bir gazet ishlaydim. Gazet ishlagan vaqtda muxbirlik, tahrirlik qilardim. Yeziga tushib u chog'dagi bu ahvollarni ko'rib, men hayron qilib uni jiq so'zlasam jiq bo'lib ketadi endi. Gunohchilik, Xitoylar ishkirdan kelsa, ularga tayyor uylar, san'at tayyorlab ularni kutib olish, ondan keyin azaldan Uyg'urlarning mahallasini iqiyotgan suvlarni to'xtatib etib, ular tug'an uy yerga suvni shu yerga o'tkash, ancha-muncha qo'g'in tovuz terib, ko'ktat terib sotadiganlar u suv bo'lmagan uni qilolmay Xitoylarning mahallasini ular terib, ular bizga sotadigan ashta ahvollarni ko'rdim. Anki noroziliklar bularni hamma ko'rib hayron bo'ldim. Shundan keyin menda oliy maktabdagi vaqtimda zaten batdim shu bir chatga chiqib kelsam deydigan. Keyin andan bu ishlarni ko'rgandan keyin chatga chiqib kelsam bo'ladi ekan deb testda 1 yilda bir pasportni hal qilib Malayziyaga chiqish osonroq bo'ldi. Malayziyaga ketdim. U yerdan Angliyaga keldik, u yerdan Kanadaga kelib mana hozirgidek o'ltiraqlashdim.
Kanadaga kelgandan keyin aylık bolduk, ballık bolduk deb bir mezgil şu elekçilik ötdük. Keyin andan resmi Edmonton o'ltiraqlashgandan keyin ballarım sal çoğ bo'lgan bo'ldi. Aktiv faoliyatlarni başladım hem de. Mening çoğ kızım deydi, "Voy men degan apa nurg'un odamlarning burun namoyishni qilgan deymiz ilqi istroladagi vaqtimda, Harvardga vaqtimda men namoyishlarni qilatdim." deb başladı deydi hem de. Şuşa kelgandan keyin aktiv faoliyatlarni başladık. Endi mening ikki qizim bor. Hozir bir rasmda ko'rsatdingiz. Yo'ldoshim Salami, Mahliya, Aysu degan bir ailemdi. Biz bu bir aile kişiler biz hemmimiz hem de şu bir aile şu vatan milletinin gibi çıkarak bulunur. Bu Kanada'da faaliyetlerimle başlayan vaxtımda Edmonton'da bir təşkilat bulmasa, bir faaliyetini qılmaqçı olsaq, özümüzü tonuşturduğan bir yerге kirib tonuşturmaqçı olsaq, bir yani almaqçı olsaq, sen kim o deydiken, onda bolğandı ki bir təşkilat kursaq buldikən deb Alberta Uyghur Association deb təşkilatımızda qurub aldıq. Ondan keyin qanday faaliyet bolsa, aşı təşkilatın namını da qıldıq endi. Endi Kanada'nın içinde kılan çoğu faaliyetlerimizden, namayış bu işler var, davamlılık bunu kıptırdık. Çoğu faaliyetlerimizden 2019 yılı 3. ayda bir konferans verdik. Bunun da Dünya Uyghur Kurulu'nun reisi Dolkun İsa geldi. Ondan keyin Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın kurgucusu Roşan Abbas, Abdülhakim İdris, ondan keyin Kanada Uyghur Cemiyeti'nin reisi Tuygun, ondan keyin Mehmet Tohti bu mihmanlar geldi. Kelip bizim içeride bir bizim West Edmonton oldu bir çoğu bir bazarımız var. Dünya boyunca birinci derecelik bir bazardı. Şu yana 5 yıldızlık bir meymanxanasında bir yığın zalını elip çıraylık bir konferansını kıldık. Bu konferanska muhbirlarını davet kıldık ama muhbirler yapılamadı ama Pakistan Müslüman teşkilatları, Pakistan'ın teşkilatından, andaki Araplar, Türk derneklerinin, içki dernekten insanlar geldi, katlaştı, suallar oldu. Cevap ilindi, onun için Dolkun İsa bir doklat verdi. Hemen bu yığın kelgen hemen özümüzün davayımızı bir qatım bir anlattı. Mesela bir yol aşılarını şularını düşendirdi, onun da suallarını sordu. Bundan da muşu Edmonton'da bir bizim davayımızın altına ait bir kamber rolü oldu. Yani sistemlik, yani naiti bunu davanın işçideki Uygurların lideri hem bu faaliyet kılıvatkan aktifler, kemperlikler, Uygur okşayış, muşlar katlaşkan, muşların ağızdan anladı hem de. Bu namayişlerini biliyordu, kompüter nimeden, internetten görüyordu ama nah meydandan anılgan davayımızı bizden nimbulavatkan Şarkı Türkistan'da qancha kadar kamplarda ballağı nimbulavatıdı, tilimiz nimbulavatıdı, dinimiz nimbulavatıdı. Muşların hemmisini andikin Xitay'ın məqsidi nime degende muşların hemmisini öz ağızda nah meydanda anıldı. Bir təsiri çoğ oldu da böylemiz. Bu qılğan işler bu yerdeki. Ondan keyin yine 2019 yılı şu Edmonton University'ninki Ali Mektep'teki ballar biz bilen bizden tordun tipip Alberta Uyghur Association'da search kılıp bizim tipip biz bilen yani bir parlament binasını aldı da bir katı bir namaş ettirdik. Bunu da mı milletvekilleri, teşkilatlar, şeyhler, bu şeyler miskilet bular mı yani bular söz kıldı bu yerde. Hem de kandak ne olsa bizden bir hemkarışlıqlıqını bildirdi. Bu bir tesir kozladı. Bunu medyalarda yani Arap Müslüman teşkilatlarına, Müslümanların özlerinin bu şehirdeki grupları, TV'lerine küçük nimedeki TV stasyası digine mesela aşağı nimelerine teşvik kılındı. Onun bir rolü yaxşı oldu. Bular mı yaşlarda ani mektep okuyucularının bunun kirişi şunu közleydik, o məqsəd kimi yetdik. Anki bu yaşlar özleri bizden sonradan beraber bir t-shirt, maykenim qılıb onunla bizden Uyghur Genocide, Uyghur Genocide. Aslında maykını setildi degende. Aslında faaliyet oldu. Ondan başka yana Calgary'deki Ali Mektep'teki vallahi yana bizden Alberta Uyghur Association deb search qılıb bizim tipip ulamı bizden bir faaliyet qısaq deb ne qıldı. Bunu 2019 2020 yılı
12 ayının 18, 19, 20 günlerindeki müş etrafta 12 ayının ahir günlerinde 3 günlük bir faaliyet kılaylı da Calgary'de faaliyet kıldık. O Calgary'de faaliyet kıldık ama 3 günün 2 gününü kılaldık ama yani soğukunu siz mi bilirsiniz. 3. günde kılamadık. Bunlar soğuk ahire mesafesi bunu kılmayla 3 günde 2 günde kıldık. Onun mu tesiri yaxşı oldu. Yoldan ötken flyer tarattık. Uçağdaylık benden mihbosu mu ama yana adamlar da arlık taşlap derslerimizin közütüp anlatıp kılalaydığı vakitle. Onun bir tesiri oldu. Sipimizi hoş aldı. Mesela yolun ötep getivatkanlarını genocide degan ki sipimiz koşulap nim kıldı. İşte onun bir faaliyet oldu. Ondan keyin yana şu Covid'nin yeni başlangan vakitlarda bir sağlamlık bir nemisi unuttum bu teşkilatını. Şula yana Calgary'de sağlamlık doğruluk bir konferans açtı. O yerde muhbirler var. Onun da şu Covid Şarkı Türkistan'da taralsa, çünkü genocide bulardı. Kamplar taralsa kandak buldu. Bunun hatırının aitti. Zor bulduğalıqı, bunun kandak aldığını ilacı gerek diyen. Muş mezmunda yani bir konferans oldu. Onun da mı mesela uya kelgen milletvekilleri mesela Winnipeg'den kelgen milletvekili var. O şu riyasetçilik kıldı o nimige konferanska. O şu yada bizden üzümüzden ağızdan yani bu davanı aldı. Muhbirler ziyaret kıldı. Kızım Mehleviyada ziyaret muhbirler cevap verdi. Andikin bizim Campaign for Uygurs'tan Babur umuba uyakma cevap verdi. Diyendek başında yani uyar yani medya üzümüzden anlattık faaliyetlerimizden. Ondan başka yani yıkandaki şu ötken yılda boykot Beijing Olimpik'ne bir bunu yani onu teşkil ettik. Bunun da orta mektep okuvchiları bunun da çıkarak oldu. Kızım özü bir koluk teşkil etti. Andikin Tibet teşkilatı, Hong Kong, Pakistan, Myanmar müş teşkilatlar bilen birleş faaliyet kıldık. Bununla Calgary emne dağıt, Calgary dağıtma. Calgary bizim Alberta rayonu qaraytma gepim yapıp gitgan oldu. Calgary'de biz bilen 3 saat arlık. Yani Xitay konsulu şu yerde. Onda bolgandan keyin bu Calgary 3 saat, bir 3 saat, kiriş 3 saat. Ama bu mening ailem üçün qoğulluqның yoludek. Ama keşke faaliyetimiz şu yerde buldu. Şöyle biriktirimiz. U yerden Tibetlikler de yolunu uzun köme ular kilip müşkaten boykot Beijing Olimpik diyen 2021 yılı 6. ayın 23. günü halkara boyunca kılgan bu bütün dünya boyunca. Bunu Alberta'da bunu Edmonton'da bunu vücutga çıkardık. Bunu şehir Edmonton şehrinden mühim adamlar geldi, ismini unuttum. Ular geldi özlerinin şu Pakistan yoki Hong Kong'ninki, muşlarninki özlerinin muhbirlik kıldıqanlar, ular kelip özlerinin medialarga taratdı, intervyu kıldı, okuvchi bolalar. Bu parlament binasının aldığı boldu. Bu yaxşı bir təsir, bu faaliyetinin təsiri boldu. Bu faaliyetini kıldık. Ondan başka biz yana aile boyunca haftalık namayış, her haftada kıldık, haftalık namayışını kıldık. Bunu biz 2020 yılı 10. ayının ahırı 11. ayda başladık. Downtown'da yani bazarda kıldık. Ailem göçmüş, 2 kızım bilen bazı yolcum onu devam kıldık ama o soğuk sebebinden 2 ay devam kılıp 1. ayda mı kıldık, 2. aylar kelgece toxttuk, soğuk başka toxttuk koyduk. Ondan keyin 3. ayda Volkswagen'ın namayış bolgandan keyin Volkswagen'ın namayışla birleştirip boykot Beijing Olimpik andikin yani Julius Uyghur more than 3 million Uyghur from concentration camp'ta bu mezmunda andikin Volkswagen boykot kılış. Bu namayışını bakın 3. aydan 8. aygacha devam kıldık. Bunu kıldık. Bunu kılış jarayonida bunun bir ta'siri boldu. Ketilganlar boldu. Bizden sual gerçi muhbirlik kılmasını toxtab, hatta bizge susab ketganlar, su ekep berganlar, sizlarni biz anıldık degan deb gap ketganlar. Nemish qila olaymiz deb, nim yordam qila olaymiz deb yenimizga kelganlar bo'ldi. Ham bir qilgan ishlarning bir natijasi bo'ladi. Bizdan da bu yerda davoni
davani aldıdıkiler da özünün xalqaralıq siyasi sahneler anıldıdı. Biz tövəndikiler xalq buluşudan yerli xalqlar anılış bək mühim bunu izcil dep kelyapmiz. Şu yerli xalqlar anıldıdığan şu məqsədkə məlum dərəcədə yetdik dep oylaymiz. Muşta fəaliyyətlərini qıldıq. Keyin endi bu fəaliyyətlər toxtab qalmadı. Mesela davamlı kıldığan Ürümçi kırgınçılığı 5. iyul 5. iyul Ürümçi kırgınçılığı bunu zaten devamlı kılımız bunu. Bu alayda tılgı ilişkin orunu yok bir işimiz hem de 3 saatlik yol barımız 3 saatlik yol kilimiz. Andikin 5. fevral Goluç kırgınçılığını hatırlaş bunu kılımız. Ondan bazı ben üzerine tıpırlap oturamaydıgandım. Bize bir işler bu iş kısak oldu da bir şey kalsın yeteklep çıkıp molunun etrafları bayraklarımızı nim koyup bir flyerlar tayarlap yakın sözlep olsun mu? Balam sözle ayır biz kilovatı da aşında kılıp faaliyetlerimiz var. Mollarının içinde koğuluydu gene. Hatta molunun tişörtü tutsak mı? Bir yer tutsak bulmaydı. Biz onu yardım icralaştırdık. İşte faaliyetlerini kıldık. Andikin şu 8. aydan kızım benim güzel hayacanlı video bergen bizim parlament azasında işleyenlik üçün her şembe günü işleydi ya da yardımcı bulup bizim namayışımız bir şembe günü. Yeşembe özgürlükler vallahi mektubu bulurken iş bulurken pek ciddi olup kaldıklarımız. Şu şembe günü uğurlaştırgan. Kızım uyarga işleydigan bolgandan bu namayış mı yani to'xtab qilish to'g'ri keldi. Undan keyin to'xtab qolmadi ama ishkadan bo'lsin chiqib qildik. Undan keyin 9. ayda bir ichildi deb safar boshlanib ketdi. 9. ayda o'tgan yil 9. ayda Uyg'ur sotiga bordim. Shundan bu endi namoyish bize to'xtadi ama hareketlerimiz, faaliyetlerimizin davamlaştırıp geldik. Bizden bu bütün bırakır söz dövettim faaliyetlerimiz. Ya pek yaxşı oldu. Yaxşı sözləb bədiniz. Bu xuddi fəaliyyətlərinizninki, həm sizinki şu bütün nimdeyimiz dokumentary filmga o'xshash saqlanib qoladigan shu boshdan tortib so'zgallaringizdan men bek xush bo'ldim, ta'sirlandim, ham shunday bir xil ilhom oldimda. Masalan, shu 17 yosh vaqtingizdan tortib vatandagi shu namoyishlarda muhim vazifalarni o'zingizning ustiga ilib, shu maktabninki chiroqlari o'chirilgandan keyin birma-bir yotoqlarga kirib namoyish uqtirishni qilganligingiz degandeklar menga bek ta'sir qildi. Ondan keyin xalq orasiga cho'kib, xalq orasidagi shu tengsizliklarni hozir bir ko'r tapagingizni unudimmi xush bo'ldim nima desa, biz shunday vatandagi zulmlarni og'zaki so'zlash orqali shunday qoldirib qo'yishimiz kerak-ku. Shu tuvanga tushgandagi o'zingizdagi hissiyotlaridan tortib toki Kanadadagi to'xtamay qolgan faoliyatlaringizdan ben özümü seliştirip ben işini qilmay o'tibman. Nima deb sal xijilman bo'lib qoldim. Kanadadagi shunchalar ko'p maktablarga berib qolgan faoliyatlaringizdan, yerlik xalqlarga erishganlarniki, yana qizingiz bilan bo'lgan faoliyatlardan qisqasi men shaxsan hozir shunday ta'sir ilib, shunday ilhom elib o'tiribdiman. Yaxshi so'zlab berdingiz, rahmat. Endi bir xalqaradagi boshqa davlatlardagi nurg'un davlatlarga berib qolgan faoliyatlaringiz to'g'riliqni biroz so'zlab bergan bo'lsangiz, eng oldi bilan hozir shu topda keyingizdagi ekran, ya'ni Campaign for Uyghurs deb bu Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlikqa ko'rsatilgan bir tashkilotning a'zosi xonima bilan hozir o'tirib o'zimni shunday hayajon his qilyapman. Endi xalqarodagi faoliyatlaringiz to'g'risida shularni so'zlagash, tashkilotingiz shu hozir keyingiz tug'an shu tashkilot to'g'riliq shularniki faoliyatlari, qilayotgan xizmatlaringiz haqida bir ko'r so'zlab bergan bo'lsangiz, ko'p rahmat. Qani men mikrofonni o'chirayotay. Tamam. Rahmat. Gaplarım uzak so'zlab jarayonlarni so'zlab ketdim. Xalqarалық faoliyatlar degan chog'da endi Campaign for Uyg'urs'ning faoliyatidan boshlaymiz. Chunki men bu Campaign for Uyghurs hammamiz tanishlik, rahmat hammamiz uchun bir hayajonliq, hammamiz uchun bir sharaf, bir nomzodlik ko'randik. Bu hammamiz uchun bir hayajon, hammamiz uchun bir sharaf endi. Campaign for Uyghurs Roşan Abbas xonimning yetakchiligida maydonga kelgan bir tashkilot. O'zi qurgan bir tashkilot. Bunga qurilgan hozirgacha biz buning bir a'zosi bo'lib pedagoglik bilan ish qilib kelyapmiz endi. Bu Nobel mukofotiga nomzodlik ko'rsatilishi hammamizni xushal qildi. Bunda albatta menga o'xshash
Pidakar alata bu yerda ish qilayotgan Ro'shan Abbosning nim deymiz hamda bu Ro'shan Abbosning qilayotgan faoliyatlariga bunda yetishmi bulanmayapmiz. Yaxshi vaqtida barmoq chiqarishqimi yetish bulanmayapmiz. Shundaqcha faoliyatlarni qilyotdi. Mana shundaqcha faoliyatlarni qilish natijasida hamda nurg'un ishdan sirtqi vaqtlarda mushu Campaign for Uyghurs ichida ish qilayotgan shundaq jafokash fidokorlarning to'xtamay hardim charchidim demay ish qilishlari bilan bugünkidek bir natijaga erishdi. Bütün dunyoda Nobel mukofoti ko'rsatildi Uyg'ur projektidan bilan. Bundan bu jafoliq bir buning bu yerga kelish jafoliq bir jarayon bor. Fidokorlik bor. Keç gündüz uxlamay keç gündüzning farqi yo'q. Har yerda da'vo anglatgan. Keç gündüzni ulab u davlatdan bu davlatga uchayotgan. Tamoq narxi usuzlik narxi demay ishlayotgan. Intervyu berayotgan. Mana shundaq bir jarayonlardan, shundaq bir jafoliq jarayonlardan kelgan bir natija. Onun uchun bu yana Campaign for Uyghur'dagi barliq Ro'shan Abbos xonim va shu barliq fidokor shu xizmatchilarning tashkilot a'zolarining hammasiga mamnun rahmat aytaman. Ondan keyin xalqaro qilgan faoliyatlarimizda avval shu bir ovoz bir qadamdan boshlayman. Shu bir ovoz bir qadam desak, deyilsa men ichimdan bir xil ajoyib bir hayajonlanaman, xush bo'laman. Uningga bir xil o'zimning aqidam bor, shundaq bir amgikim bor. Şunaq bir yaxşı görmə. Bu bir ovoz bir qadam hareketi faoliyati Amerikadagi bir ovoz bir qadam hareketi bu bir ovoz bir qadam faoliyati 2018-yili 3-oyning 15-kuni bo'ldi. Buni Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın quruvchisi Ro'shan Abbos xonim ve Amerikadagi, Yevropadagi, Avstraliyadagi degan barliq xonimlar birlikka kelib vujudga chiqargan. Bu jarayonda men hamda shu bir ovoz bir qadamda butun dunyodagi xonim qizlar bilan, yoshlar bilan telefonlashib, aloqa qilib, ularni harakatlantirib, ular rag'batlantiradigan gaplarni qilib, mush faoliyatlarni qilaylik. Buni qadar mush faoliyat kuni bo'ldigan qadar xizmatdan ruxsat elinglar, tayyor bo'ling degandek ashunday qilib yağlıq bastırdığı işler oldu. O logolarını bastırış, logo yani banner, lozunka degandek muşlarning hammasini aloqa qilish degan muşlarning hammasini men qildim. Shuni bir xil aqidam, hurmatim, yaxshi ko'rishim bor bu bir ovoz bir qadamni. Shundan bu bir ovoz bir qadam tunji qatim Uyg'urlarning tarixida muhojiratga Uyg'urlarda birinchi qatim 24 soat bütün dünyada 17-10 devlette 24 saat to'xtamay Uyg'ur davosini anglatgan bir faoliyat bo'ldi. Demak bu 24 saat Xitoyni rahatsiz qilgan, Xitoyning yuragiga sanchilgan bir faoliyat bo'ldi. Bu 24 saat bütün dunyoga Xitoyning Uyg'urlar elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi, insoniyatga qarshi elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni anglatadigan dunyoga 24 saat to'xtamay anglatgan bir faoliyat bo'ldi. Bu bir ovoz bir qadam 24 saat dunyodagi medialarni to'xtatmay, muxbirlarni o'z og'zi bilan bu davoni 24 saat to'xtatmay dunyoga anglatgan bir faoliyat bo'ldi. Shunda bu faoliyat natijasida men hozirgacha davoning oldida mengayotgan xonim qizlarimiz bo'lsa, ash faoliyatdan keyin o'rinda bir dasturda o'zi ayollar biz ayollar bir qo'limizda büşük, bir qo'limiz dunyoni tavratarlaymiz deganni ashunda ko'rsatdi. Nurg'un aktiv ayollarimiz, nurg'un yoshlarimiz vatanda masalan sestra bo'lib ishlaganlar o'zining sestralikni ko'rganlarini maydonga chiqib dedi. Yo'q, men o'rtasida bo'lmaydi, men cho'qib ish qilishim kerak deb mushundan keyin o'zining ish qila oladiganligini his qilib maydonga o'tirga chiqqan xonim qizimiz, yoshlarimiz nihoyatda jiq bo'ldi. Bu faoliyatni xalqaro faoliyatlar. Undan keyin bu faoliyatning 2-yilida 2019-yil 3-oyda yana mush Edmontonda yani of course albatta butun dunyo bo'yicha rasm ko'rgazmasi bir ovoz bir qadamni bu bo'ldi. Bu rasm ko'rgazmasida biz yana bu Edmontonda buni atladik. Yana shu
bizning 5 yıldızlı otelning bir yig'in zalini ilib qildik. Buningda 500 parchalik rasmni shundaq besib chiqarib, o'sha tizdik. Bu biroz bir qadam bu rasm ko'rgazmasi bo'lgan vaqtda biz medialarga xabar qilgandan keyin Edmonton radiosida bizni intervyu qildi. Qizim va men uni intervyu berdik. Shuning bilan bular dedi, biz 6 chaqirdik, xabar qildik bu rasm ko'rgazmasi bor deb. Bular 4ta bu xabarni berdi. O'yliqi berganki mashinada o'tirib bu xabarni anglayotgan, radio anglaganlar yoki o'z telefonda o'zi xalqa vaqt radioni anglaydiganlar anglab, shu mo'lga sodilik kelganlar, shu rasm ko'rgazmasi kelganlar bor. Onu anlattık, oğlumu heyran kaldı resimlerini görüp bizim dövlətimiz, güzel mənzirlik yerlerimiz, məscidlərimiz, kiyim keçəklərimiz, toy töküllərimiz, ballarımız deyəndə, müşü güzel nimelerimizni, mədəniyyətimizni köydü, onu ağıdın kamplara solanğan, yoki məscidlərini veyran qılıb etken, ballarımız yığılab atqan, atan ayrılğan, bularını görüp, mənə bizim bir dərdimizin, bizim bir nim bulab atqan bir anlığan oldu. Ondan keyin en nimisi bir yüzü bir 60 yaşını aşkan bir ayal resimim var. Şu ayal apsı qaraydigan da apsı da maşinada kilib bu xabarni bu maşinada kilib bu Sharq Turkiston yani Sharq Turkiston deganni Uyg'ur degan xabarni anglab bu apsılı maşinaga birisini derhallab maşinasiga birisini o'rinlashtirib apsı qaraydigan qo'yab bizim şu resim ko'rgazib bu ayaga keldi bu zalga. Kelib kelgan nayta hayajonlanib degan bizim qardiq yeni bir chiroy keldi. Shuni oldiq yugurib kelsak, voy men Uyg'urni bilman, men Xotanda tug'an, Qashqarda tug'an, G'uljida tug'an, mening rasmlarim botdi. Men buni o'sha radiodan anglaganligim uchun tezlik keldim. Hozir opam mashinada dedi. Men chiqishim kerak deb bir qurib ko'rdi. Men aşı sana vətən gibi o güzel aşı vətənini körəb haqlab Uyg'urlarla dost oldum. Ama Kanada'ya kelib ben Uyg'ur tapamagandım. Ben bu radio bu xabarni alıp nayt hoş buldum. Ben Uyg'urni tapdım. Bundaki qanday faaliyetinlar bolsun men kelime dedi. Nayt aldırab chiqib ama hemen bir qurib ko'rdi. Ondan ben ishlamadim. Shuncha qisqa bir vaqt ichida shuna bir zulmlar bo'lib ketdimi? Men ko'rgan shu güzel yerlar shuna vayron bo'ldimi? Ben bunu çoxum ətrafdakilərə anlattım ama bugün benim vaxtım yok deb biz kelganlar öz ismini yezib telefon numarini yazdıgan bir dəftərçi qoyğan onu yezib qoydu. Anki benim telefonumdan dərhal bir-birimizə telefonla nem qıldıq. Şöyle bir-birimizə telefon berişdik. Ondan keyin mənlə əlaqə qıptıdı. Aşı mənə məsələndə şunun bir təsiri oldu. Kelganlar oldu. Türklər, başqa yabancılar Andikin ressamlar varken bizim vətənin üzü körəb rəsmsizdiğən aşağımı kəb qatmışı körəb kətdi. Andikin mən ötken bayam degəndik bizim qıqanılıqı Dolqun Aysalar gəldi deyə konferanska hazırkı müşü ayal albümünü kütürəb kəbdi. Onu xəbər qıldıq da bizim liderlərimiz kilidi, aktivlərimiz kilidi. Albümünü kütürəb kəbdi. Kilib aşağıdakilərə həmmisi anlattı. Bizim bəkərək bu anlattı. Bana mahkimi, bana ismi bat unutub qapdı. Ma Qashqar, ma G'uljida. Aşındaq yani müşündaq bir bu xalqaralıq fəaliyyətlərimizin təsiri. Ondan keyin Campaign for Uyghur'un orlaşdırğan, Berlin'de orlaşdırğan ötken yılı 10-cu orlaşdırğan yaşların tərbiyələş kursuğa o yerə vardım. O yerdən yaşlar bilan, yani o ballar həmisi 18-20 yaşlar ətrafındakı ballar həmisi, yani atanısı davanın işçidiki ballar. Bunda qarşınızda atanısını tanıyırsınız aşında. O ballarımız bana yetişib çıxıbdı, o ballarımız bilan tanışdıq, ulanına aitdi. Yaxşı bir nərslərə erişib, rəsmdiki manımış ballar. Türklərimi var. Ular kelib bir yaxşı bir kurs oldu. Ular bilan bu yerdə nim qıldıq, tanışdıq. Dərslər ötəldi. Ular bir yaxşı nəticə erişib, biz çoxum iş qılımız deb ayrıldı o ballarımı. Ondan keyin Uyghur sotuğa vardım 9-cu ayda. O yerdə umumən xalqaralıq bir fəaliyyətlər, o yerdə özlüyümdən şu bir nəticəni körək, şu yerdəki nəq meydanını körəkdə bu yerə vardım. O yerdə qolamda kilişcə yana xəbər verdiği işlərdə xəbərdən verib şunun yardımcı oldum. Ondan keyin
Prag'daki nimaga bordik, Prag'ga bordik. U yerdagi nimadimi? Prag'da yana Uyg'ur harakati tashkilotining Amerika tashkilotining Hadamlarda degan filmni Prag'dagi Amerika konsuli u yerda bir uni tunishtiradigan bir faoliyat o'tkazdi. Uni berib qatnashdik Prag'da. Mao Amerika konsulining Mao bunu demey oldu. Ben uçuray. Biri bilen Prag'daki görünüşler. Prag'da mı yani Amerika konsulu şu jığın kelgenlerini kütüp aldı. Prag'ın şehir başlığı yani özünü nimisiga çaqadı. Müştabı faaliyetler oldu. Andikin Uyghur hareketinin adam Prag'da yana Amerika konsulunun orunlaştırılan Roşan Hanım'ın Hadam Nerede degan filmni tunushtirish faoliyatiga uni qatnashdim. Ondan keyin yaqinda ish katta bo'laydi. Turkiyada Uyg'ur harakati tashkilotining yoshlarni tarbiyalash kursiga bordik. U yerda yaxshi bo'ldi. U yerdagi yosh bolalar bilan o'zimizning tilida so'zlashib, bir yaxshi bir faoliyat bo'ldi. U yerdagi bu yoshlarni biz ba'zilarimiz Twitterda, ba'zilarimiz Facebookda bir-birimizni follow qilib biladigan yani mayada naq meydanda kurashdik ularni voyada sizni bak yaxshi ko'ramiz sizga ergashatdik sizning men qishda ishlagan vaqtlarim bak ta'sirlangan deb faoliyatlaringiz qizingiz deb boshqadan bir yaqin bir hadisinglik munosabat o'rnatib texin bir yaqin yosh bolalarimiz va ular bilan telefonlarda so'zlashgan faoliyatlarda ama yuztirani maqatini ko'rishib ular bilan tanishgan bo'ldik. Bu kadar faoliyat yaxshi bo'ldi. Antik u yerda bir ziyorat qildigan xonimlar, bolalar ularni ziyorat qildigan ishlarni qilyaptiman. Turkiyadagi safarim yaxshi bo'ldi. Undan keyin qizim bilan borgandim. U yerdan butun dunyo bo'yicha o'rlashtirgan 5 fevral G'ulji qirg'inchiligini xotirlash hamda Beijing Olimpik boykot qilish namoyishiga uni qatnashdim. Bu yerda qizim Mahliya söz qildi. Undan keyin intervyular bo'ldi u yerda. Xalqaro shumush faoliyatlarni qildik. Undan keyin 2019 bu vaqt yana Amerikada bo'lgan dunyo o'rlashtirgan faoliyat u yerlarda bo'ldik. Xalqaro shumush faoliyatlarni qildim endi. Shundoq shu faaliyetler bo'ldi. Bu faaliyetlerga özümüz içimizden kelib shu yerda bir kishilik asimizni qo'shaylik, shu yerda bir ovoz bo'lib anglatayli. U yerda ugundigan narsamiz, ugunib kelib o'zimiz turayotgan yerni anglatayli deb ashunda qanday o'zaro ugunish, ugutish degandek ashunda bir maqsadlar bilan shu xalqaro shu faoliyatlarni qildik. Bundan keyin yana to'xtab qolmaymiz albatta. Uyg'ur harakati tashkilotining ayollarni tarbiyalash kursi bor, yana yoshlarni tarbiyalash kursi bor, har xil faoliyatlar bor. Shundaqanday Uyg'ur harakati bilan hamkorlashib ishlarni qildik. Belki afsuslarınız bütün dünyanın her qaysi joylariga berib qilgan faoliyatlaringizdan bir xabardor bo'lib. Haqiqiy Uyg'ur xonim qizi bo'lishga tegishli ruh mana bu mukarram odamdikan deb o'ylab qoldim. Undan boshqa bakrak ta'sir qilgan sizning shu Turkiyadagi safaringizdami qizingizning shundoq qaltis bir nutqlarni berganligi, ya'ni G'ulji qirg'inchiligini aslash munosabati bilan o'tkazilgan namoyishlarda hozir shuni birlikda bir qisqa bir ko'rgan bo'lsak, qanday o'zingiz shu farzandlarimizni qanday qilib shu vatan sevgisi, millat sevgisi kuchli qilishda qanday nima ishlar qilyapsiz degandek to'g'ri bir so'zlab bergan bo'lsangiz deyman. Avval bir qizingizning jasoratini birlikda ko'rib boqaylik. Istiqlolniki xabar ekan. We're here today on February 4th to protest. To protest what? The Beijing Olympics. The Olympics are a game that is known to be prestigious. The Olympics are a game that unite many countries together. The Olympics are a game that create peace and unity. How come they're happening in Beijing?
Does the world not know that there's 3 million Uyghurs in concentration camps? Does the world not know that there is a genocide as we are gathered here today? The fact that we are gathered here today is monumental and will be written down in history. We saw the effects of the Berlin Games, and now we're going to see the ones of Beijing 2022. Seeing these Uyghurs here gathered, unable to even go up to the Chinese consulate because they are afraid, shows that there is hope. The youth that are gathered here today shows that there is hope, that we must not give up, that we must fight. This fight is ours. This fight is for our people. And that's why we will fight until our people are free. Yaşasın Doğu Türkistan! Aferin. Allah razı olsun. Kaldısı bir cesaretlik, korkmak. Nece yüzlügen adamның aldıda. Şunda kırkıl hem adamның geçirken titretkidek sözlerinden ben hazır görüp mü yeni bir katım görüp yeni bir katım ayacalangandak buldum. Kızınız Mahliyanın ki dersten sırtkı hazır otur mektepte okuyduğu dersin sırtkı şu yerlik partiyalar bilen ziç şu işleş, hizmet kılış, Uygur'nunki davasını anlatış degandaki şu namayişlardaki faaliyetleri, yerlik halklar bilen boğan faaliyetler. Ben pek tasirlendim. Kızınız doğruluk azırak sözlep veremiz sanırım. Biz kandak kılıp persentlerimizni şu milli Uygur ruhi güçlük kılıdığan doğrusu da bir özünüzdeki göz kararlarını bir sözlep verin. Buldum. Rahmet. Kızım Mehli özüm köysem bazı şundak ayacanlı ve közlerim yaş kepitdim. Hem de elbette özümüzün persentiden gurur duyumuz, yaxşı görümüz, yaxşı diyimiz kildi her vakit. Bizim ailemiz bizim ailemizin atmosferası vatan millet çıkarak sözüldüğün bir ailemdi. Dadısımı hizmet aldıraş her yekşembe günü biz aile boyunca dadısımı bazı bir keş vardı. Aile boyunca billa atyalık çayına kahvaltı yapıyoruz, billa kılımız. Şu kahvaltını, bizim bu kahvaltı her yekşembe günü asas çattık 2-3 saat vardı. Aşı tamıqımızı yiyegeç bir paranı başlayımız, ballarımız mı künetket oturdu şeyde. Hiç kadar kozgalmaydım. Hazır bize küçük eserliğini bakıp kaldık. Küçük itilgan oldu. Zirkine akşaydı. Aşı vatandan başlap bir sözleydiğen bolsak, andikin bizden tipişmak kıldığımız mesela Doğu Türkistan'ın, mesela Şarkı Türkistan'ın paytaxtı neredeyse, onu burun ümit koyumuzda Ürümçi deplanı deyimiz. Mesela Karız nerede, Turpan'da, ya Turpan'da ne varsa Karız var deyimiz. Tağının ismi ne varsa o deyimiz. Mesela Mehmet Kaşgari kim, ya ki o nim diyen, logatını kim ya diyen demişinde nimlerin hemsini hatta Nesir'den efendim sorayımız hem de. Aşında andinkin o benim yolcuşum ilk uçakları çoğun boğan bu falan. Bunda boğan kim buladım bu şikimizin zaten nimimizin bir yerden kâgini bu memme bir millet nimimizin kep kılma umuşum millet tarafından kep kıldım. Aşta bizim bunun pek bir ortaklıkımız vardı. İşte boğan ki aşı kahvaltıda çık mezmullah sözünü bitirdi. Bizim örp adetlerimizin tartıp mesela daskan sennetimiz mesela biz çayını bakacağımız daskan koyumuz bunu dağlı koyup koymayımız da bulardan tartıp sözleyimiz. Aniki vatanı bular zulüm, aniki bizning üst bitilgen devrimiz kandaktı. Ularını sözleyimiz, andikin vatan millet kelgen çağda çıkarak sözleyimiz hem de. Bu ballarım deydi bayanın bir dep öttüm. Apa ben degen çık adamlardan burun namayışını başlayıp etkensin. Kuskanlık vakitte, yani konusunda harvıdık vakitte, Calgary degen çıkmayıp kettim ben de. Azak çakçaklarını kıp koydum. Aşında kılmış, ailede aşında her yekşem bir gün digedek aşında bir nimele paranlar buldu. Onun için bunu da şu vatan boğan zulümler bulapmamış 2016'dan keyin bu ballar bize çoğun oldu. Onun için bunu bulan videolarını körüdüğün, özürü kürep, özürü jıqlaydığı, kömeytsim çıkıp durdu değil mi? Öydüm şu param. Karşı ben şu bir paranlışı vatkan, şu gapını da vatkan. Ondan keyin bu bulgan deydiğanım gibimizge kesek, sizler bizning balımız boğan bile, sizler Uygur'un balısı deyimiz biz. Sizler Uygur için iş kılışınız gerek. Biz bu yerge çıktık, sizler tuğulduğunlar, vatan bu zulümde, onun için sizler Uygur'un balısı, sizler Uygur için iş kılışınız gerek. Apanlıdadan biz buldukemiz, sizlerden kelbisi de
vatan millet için bir iş kılmasanlar yani biz belki hoş olmayız da bize bazı bir gaplarni deymiz. Bular şu aşina gaplarni anlaydı, tarixlarimizdan anlaydı, bular vaqtda zulmlarni anlaydı. Bunun için nima qilish kerak degan gaplarni deyishimiz, aşina qilib bu bolalar mushuna bir sharoitda cho'ng bo'ldi. Undan keyin bizning o'zimiz aktiv bo'lgandan keyin namoyish qilamiz, namoyish qilsa bu bola tabiiy holda biz bilan boradi. Andaki bu bala çoğun bula bazı 2016'dan keyin bularning endi bizning davomi xalqaralashib ketdi. Xalqaralashib ketgandan keyin ingliz tilida bular bizni yaxshi bo'lgan ko'p narsalarni men bilmayman, bolam buning ma'nosi nimada, men tushunmadim yo sen deb deb bu bolani bularni cho'ngini tashlab berdim. Mana qanday qilma sendikini sen yezib baqa, sen qilib baqa, men bilamadim ya bolam deb andikin bu degan o'zi bir ish qilyaptim deb bir hayajon bilan yezib ketdi. Bir bilan o'zi dizayn qilib, masalan, ma'ni qilaydi, ma rasmni chiqaraydi, ma'ni yazayli appa, ma'ni miya qo'yayli deb o'zi bilan o'zi shuni bilan kirishib ketdi. Ya'ni bu bolam bir kurslar kirib dars olmasa bu bo'ladigan yerga tarbiyalanib chiqdi uyda. Aşına qilib nurg'un narsa aşına o'zi qo'yib berdik. Masalan, o'tgan yil 6-oydagi butun dunyo bo'yicha birlik ilib berilgan boykot Beijing Olimpikning mushu bola men bir narsaga nim qilmadim. Sadece bir narsa so'zlaydigan bir narsa bo'lsa, men bunda deb birdi bolam mushu sal nima bo'lib ya cho'nglardan bir so'rab boqayli deb shular tutish kirgizdim. Boshqada hammasini o'zi organize qildi. Anik uzun maktabdagi bolalarimi kelib rasmdan choplashib boshla qildi. Men faqat ham shu cho'ng bo'lib sutim bilan turib berdim. Butun narsani o'zi shunday qildi. Muşkata meni o'zi bir qo'lliq chiqardim. Andikin şu bu bola aşna bir faoliyatni o'zi tashlab bergandan keyin yetildi. Andikin darsda asosliqi bekchim tutdim men. Men biza nimlayman, biza qattiq qo'llandi. Ugunishni qilib o'zman. Undan 95dan tushsam bo'lmaydi deyman. Bu bolam 90ga tushdi, 80ga tushdi, o'cha qapoqlar turilib ketdi. Bichoralik hijlab ketdi, shuna qilib. Dərsdimi məktəbdən aldı, özünün arxil planlarım var. IB sınıfını aldı, keyin bək ciddili bo'lib ketdi, ondan chiqarib oldim. Kichigim ham yetilib kelyapti bu jarayonda, hozir mahliya biza cho'ngroq bor to'g'ri so'zlatdi. Shunday qilib ondan maktabga nima qanchalik maktabdimi buni men bolam imkon bor anglat. Sizlar bu da'voning kelgusi, bolalar anglashi kerak deb maktabda faoliyat bo'lsa bu anglatdi. Anki men o'zimni tantarbiya qiziq bo'lgan bo'lg'achqa tantarbiya faoliyatlariga chiqarib olib bormanchu. Shu yerni bo'sh qo'ymaymiz endi. Anki bu kichigidan jiq so'zli kot bo'ladi bu. Kichigidan jiq so'zlaydi. Shuna bo'lgandan keyin bu shu so'zlashning hammasi o'zi bir foydasi bor. Nimancha jiq so'zlaysiz deydik biz. Ashuna qilib bu ashuna bir kot deb qo'yamiz. Shuning bilan bu butun yerda so'zlaydigan bo'lib ketdi. Maktabdami tantarbiya faoliyatlaridagi nimalarga tanlanıp sözleydiğen, naq meydanı beradigan o'quvchilarning ichida. Masalan, bizning bilasizmi, hokkey bizning Kanadada qarşılangan asosli tantarbiya faoliyati. Ashning faoliyatlari, ashning playerlar hokkey o'ynaydiganlarni o'zlari bilan parangishish, ulog'i dardimizdan oltish degandek ashunday nim qildi. Undan keyin shu keyin o'zidan aktiv bo'lib bu bolam kitobni chiqib o'qigandan keyin o'zi kitob o'qib, aniki bir bilan yozatdi. Kim bu da'vo kirdi. Endi bu rost bir bir alayda deydiganim bu Uyg'ur harakati tashkilotining Campaign for Uygurs'ning yoshlar nimasiga ishtirg'i mas'ul bir eng aktiv ham eng yosh a'zosi Campaign for Uygurs'ning. Shuning nomida o'zi birimlarni yozib, videolarni yozib, o'zi video ishlab, o'zi yozib, o'zi tahrirlab, o'zi Campaign for Uygurs'ning YouTube'lariga qo'yib, andikin intervyular bo'lsa chekinmay. Masalan, biz Uyg'ur tilida intervyu bersakmi, xeli o'ylanib, xeli jiddilashib. Buni nada intervyu berib ketsa, ha, deblam shu update qilib turibman men. Biz update qilib yangi xabarlarni ko'rayman. Ashta qilib turdim. Intervyu Mishani bizning Mishadagi intervyular. Ular tunib keldi, uchal 15 yoshda. O mahliyasi 15 yosh deb turib, o'tgan samlar bir qitim intervyu qilgan deb kulib ketdi ularmi, kichik tursa boshqa aktivda. Ulardan chekinmaydi, hech qanday bir tatinish yo'q, o'qish yo'q. Ashunda maktabda ashta aktiv, maktabdan aktiv bo'ldi. U aktivlik o'ziga borgan sari texim uni aktiv qiladi ekanda. Andiki uydalik ishlar uni tashlab qo'ygan. Andikin keyin to'liq o'rtaga chiqqandan keyin maktabning shu nimaga justice, ya'ni justice nimba kursi var. Onun qatnaşdı.
Unutdu mu şu balam yani şu özümüzə dərdini anlatış, fəaliyyətlərini orlaşdırış, məktəbdən fəaliyyətlərini orlaşdırış deyəndə. Aşağıdan qol, əndi şu biz öydə asaslı, yəni demək ki, öydə nəyətdə çin tutup, özümüzün örf adımızı, cıq sözlük, tilimizni qoğdab qilishni, ana tilda çoxum sözləş kerakligini, özümüzün mədəniyyətlərimizni, tariximizni qançaq bilginimizcə. Andikin bulaq hazırki vəziyyətdə çoxum bu davanı Əpminiş bununla kiriş kerakligini, sen kirgəndiki səndən birisi ilham edib, səndən birisi o qılalığını mən mi qılalışım kerak dedi, onun balası qılalığını mənim balamı qılalaydı deyəndək, sən təsir qılsa balam, çoxunmuş işini qılışın kerak, dəbdə vaxt acıratqın, aşı kamplarda, balla, sinin yaşındaki bala şu kamplarda, zulüm işçidə, onun üçün sən başlaqda erkin dünyada boğan ki, çoxum qılışın kerak. Deyim, hatta bu balam, muşu dərəcədə kirib getdi ki, bizim həftəlik qılan namayışlarda, qış vaxtı dostları şənbə günü biz bir məsələn, muz tiyilişki barayla, ya ki bir yer nim qılayla desə, bugün şu telefonun üstügün mən nim qıldım, mən başaq bir dost telefonu bugün muz tiyilaydı deyəndə, o yaxın namayışım var dedi bu. Deyəndin ki, şundan mən nayt xizil oldum, dedim balam meyle bu kadın bugün bir namaş kılmışsak, meyle et kılmışsak, sen berip mustiliğin bağlıcım. Gap kılmada bunda kılıydı bana telefon koyup. Abba nim davatsa, ben şu mustilişka, namaşın tigişvitemdim, vatan dedim bulavatıdı, kamplardakilerge, şun gap kılmaymışın, mustilişka tigişvitemdim. Dep aşına diye aş közüm ayacalı üzen bir korku dedim balam Allah senden razı olsun. Sen kamptakiler mi senden razı? Allah mı senden razı dep aşına rəhbətlendirip ne kıldım. Andikin muşunda hem de yana bunun üzümümüş köygen işte anlıgan bağan yerlerden anlıganların bunun tesir kıldıkken 2019 biz Türkiye'ye bağan çağda iki kızım bilen biz kamp şahit nemisi kamptan çıkan Gülbar Cillovan'ı ziyaret kıldık. Şu uygu bağan çağda, şu kamptik ahvalan degen çağda jığlap durup anladık hem de. Toluq deymesem anlagan gap, az degenlerden. Bundaq bir gapim dedi. Ben bunu hem yerde dep tudum. Kışınap, ekirgen vakitte ve gap kılış imkaniyeti yok ama yıkkın tuğandan keyin bazıdaki ülep kessem bolmamdı. Ben ülü oğlum başta degen çağda deydi. Gülbar hanım dedi. Acayip cesaretlikemiz dedi. Aşağıya gel hanımdan nim davatçılar herkes ümitsizleme aval bizde Allah kutkuzu. Ondan keyin şu vatan sırtıdaki Uygurluğumuz çokum bizni kutkuzu. Bular bizni muştaq yok etmekçi. Herkes balık nim kılıp etmezler. Ülüvalım bu diyen kaptan divan biz vatan sırtıdaki çokum bizni kutkuzu. Biz cesaretlik duraydı. Güçlük duraydı. Başında diyen ne dedi de. Təpəgəndə aşında şunda bir o gündən bugün kadar üzəmdəki bir məsuliyyətini texin bir eğirim dedim. Mənim minut sekundda boş ötküzgan haqqım yoxken. Ular bizden şuna bir ümit kütedikken. Hiç demeli köme. Yani karanğı boşunçak bir yerde hiç dem yok ama yani bizden ümit kütedikken. Aval Allah'dan ondan vatan sırtıdaki Uygurumuz bizi kutludur deyken. Andiken Gülbar Hanım'ı siz yani Kazakistan'ın garajlarını siz çokum çıkıtsız eğer çık ketgendeki çokum bizim derdimizni anlattın da başında diyenken demek ballarım diyen can üzerime deyme Gülbar Cillova çıkan boğandakin o çokum bu kamptikilerin ümidini dedi. Onda boğandakin biz bunu bildik. Bunu peraz kılgan bolsak, şunda da oylap diye bolsak biz hem de öz kulkumuz bilen şu kamp şahidinin öz ağzını aldık. Onda boğandakin biz çokum bu davanı kılışımız gerek, ballarımız mı kılış gerek. Menin balam kılalgan bolsa, sizin balanız mı kılalaydı. Yana çatlap getdimmi bilmedim. Aşındaq bu balam bana muşundaq öz kuluqu bilen, öz küzü bilen, köygenler kuluqu bilen, anlığanlar bilen bunun təsiri, bunun da bir cengi varlık, bunun da bir vətən millət söygüsü, meni bisip gitemdi bir küllerdi, onu bilmedim ama ben bilen tən beraber kulamı koyup, putumu koyup, ay diyarımı, ay diya, məsəd biriş diyendek, hemmeni ben bilen, yan mı yan, mürüm mürü tapıştaqıp, ama şu bulan bu yıkın neçilini yakın, demişler bir bilen yayınımdaki küçük bir hemriyim bu kilovatı da septişim bu kilovatıdım. Andikin bu balam yanılmış ötken videomu verdim. Bizim MP
parlament a'zosining nimasida, parlament a'zosining ishg'olisi yordamchi bo'lib ishlayotdi. U yerda aktiv, u yerda jonliq. Shunday qilib yana o'tganda bir petition ma u Hüsencan Cillilni release qilish to'g'ri garnitan bir petition qilgan. Shu petitionni shu Mahliya qizim asosli nimasini Ottawa'dagi Torontodagi bir aylan bor, bir ayol bilan birga asos qilmish qizim o'shadagi nimasi basic narsani o'zi yezib, o'zi nim qilib release petitionni shuni o'zi bir qo'lliq qanda basic narsani yezib chiqdi. Ondan keyin Ottawa'dagilar birga mush petitionni maydonga chiqardi. Buni keyin Garnet o'zi parlament ichiga kiradi inshaalloh. Uning bir natijasi bo'lar. Ondan keyin shu maktabda davo olish boshladi aktiv. Shundoq bir oila sharoiti nihoyatda muhim ekan. Biz onalar, oila bolalarning birinchi maktabidaymiz. Shunday bo'lganki, oilada qanchalik chuqum sizning yo'ldoshingiz endi Uyg'ur bo'lmasimi, millatchi bo'lish kerak deganlik emas endi, ammo bu zulm bizda bo'lgandan keyin bilginimizni deyishimiz kerak. Kimning bizning dushmanligimizni? Xitoyning bizning mangu dushman bo'lganligimizni. Chiqib men bolalarimga mayli Xitoy hukumat bo'lsin, mayli nim bo'lsin, mushu bizning ashaddiy avlodni avval bizning dushmanimiz deganni men bolalarimning kallasiga aytib qo'ydim. Shunday qilib bolalarim shunday bir nafrati, muhabbati iniq bir holda cho'ng bo'layotdi. Ham shuningga yarasha ish qilyapti inshaalloh. Yana bir ish bor, bolalarning bir maktabda deymi demaymi bilindim so'rab boqay. Mush hozir o'qiyotgan maktabda hozir qadar namoz o'qiydigan yer yo'q ekan-ku. Shuni o'zi talab qilib namoz o'qiydigan bir nima oldi desam yaxshi bo'ladimi, bo'lmasmi buni desam? Qo'shib qo'ying. Qo'shib qo'yaman. Okay. Ondan keyin bu bolam hozir to'liq o'rtaga chiqqandan keyin yaxshi bir maktabga chiqib o'qiyotdi. U maktabda musulmon bolalar bo'lsa-mu, bolalar namoz o'qiydigan yer yo'q ekanda. Bu bolam qarsa ba'zi bolalarni shunda koridorda bir yillar namoz o'qiyotgan. Asl talab qilsa bir odatda hamiyat namoz o'qiydigan sharoitlar bor bu yerda. Birlari qo'pab hamda musulmon shu bolalar birga qo'pab buni namoz o'qiydigan yer bor va demagan o'xshaydi. Bu bolam qarab biqib, qarsa namoz o'qiydigan yer yo'q, shunda ishxonaga kirib, ofisga kirib, bizga musulmon bolalar namoz o'qiydigan bir yer ajratib beringlar deb shuni talab qilgan ekanda. Endi mushuni talab qilsam, u deyishva buni qo'y mana kilingmiyal bir uy bor demaydi ekan. Bu uni orqaga kirib, surishtirib, qachon bersa deb, shu bir jasoratni bor, shuni kirib, o'sha namoz o'qiydigan yer bering deb, o'sha maktab mudirini, munosabat huquqlari qayta ularni surishtirib, orqaga kirib, undan keyin bir kichik ammo shunday bir uyni yig'in uy ekan, yig'in ochilgan. Shu uyni namoz o'qiydigan uy qilib, shuni hal qildim. Shuni endi u yerda deydi, biz o'g'illar ayrim o'qiydigan, qiz ayrim o'qiymiz, kichik o'g'illik uchun. Shunday qildi, shuni ularni sen endi bu yerda cho'qimsa o'zing har doim namoz o'qishing kerak, bo'sh qo'ysa o'qib bo'lmaydi deb chaqchaq qilishib bolalar bilan. Bu ishni qilgan endi. Buni bir jasorat ketadi. Buni bir o'ylanish ketadi. Shuni qilishim kerak degan shuni ta'sir qilgan bo'lish kerak, shuni o'ylash kerak, qanday qilaman deyish kerak degandek. O'sha ishni qilgan ekanman. Buni kim bizga deb berdi? Men maktabga og'il bo'lsam, men kech qolma desam, undan men namozimni o'qiytiblam, chiqay biraqlam deb boshladi. Alloh, bu nima qo'tli bola namozini deyman deb. Keyin qilsam men shunda hal qildim, apa uyimiz bor. Voy jinim bolam, Alloh razı olsun dedim. Xo'sh bo'ldim. Shu endi shu bolamni shuna bir tarbiyalab yetishib chiqdim. Bu meninglam emas, butun Uyg'urning bolasi deb o'ylayman, o'zim shunda deyman davomli. İnşallah bizim umid qilganimizdek, bizning singdagan shu ajrimizga loyiq yarasha bir avlod bo'lib chiqishini umid qilaman. Vatan millat uchun ish qilmasa, men xush bo'lmayman, uni biladi inshaalloh. Vatan millat uchun ish qiladigan bir farzand bo'lib yetiladi inshaalloh. Kelgusi avlodlarni, farzandlarninki milliy ruhni yetiltirishda oila tarbiyasining muhim ekanligini, oiladagi muhitning naqadar muhim ekanligini sizdan ko'rgandek bo'ldim hozir so'zlab berganlaringizdan. Bugungi suhbatimiz hozir shu topda vaqt xeli berib qoldi. Endi oxirida shu Uyg'ur xonim qizlarininki
siyosiydagi o'rni shu da'vodagi faoliyatlardagi muhim roli, ya'ni ayollarniki o'rni qanchalik xonim qizlarniki muhim ekanligini sizningki faoliyatlaringiz hamda boshqa barliq da'vosi xonim qizlari to'g'risida biroz so'zlab bergan bo'lsangiz, millatimizniki xonim qizlarga deydigan ko'ngil so'zlaringiz bilan oxirlashtirsak demoqchi. Rahmat. Bütün muhaciratdagi xonim qizlarimizga albatta yurak so'zlarim bor. Bu dava, Uyg'ur davası, bizim bu davayımız xonim qizlarimizsiz vujudga chiqmaydi. Bu dava xonim qizlarimizsiz qadam ilgirilmaydi. Azim ko'rayotimiz davani altida nurg'un ilg'or xonim qizlarimiz bor. Bizning yaqinqi o'zimiz bilan Urumchi qirg'inchiligidagi Ko'kmayqil qizimiz, hastayaq dayangan shu hemşirimiz. Bu bizning bir ulgimiz. Ular aşı Xitoyning tanklarının oldida, aşı Xitoylarning filmlari oldida jasorat qilishda bir jangvar oldi, ashlarga oldi chiqdi. Hozir ular bormi, yo'qmi, Alloh omonat bilmaymiz. Ular shu vaqtda ashlar chiqalgan bo'lsa, biz bu erkin dunyoda chuqur bu ishni qila olamiz. Maydonga chiqa olamiz. Hamda mushu rasm orqali, mushu ikki hemşirimizdan biz Uyg'ur xonim qizlarning davodagi rolni muhimligini ko'ra olamiz. Nima qilsak, ashu Ko'kmayqil qizimiz bilan ashu hastayaqli hemşirimizning rasmi hozirgacha butun dunyoning har yerida bor. Hatto Turkiyada shu Ko'kmayqil qizimizga yozgan she'rlar bor. Demak, agar shu yerda ikki aradan bo'lgan bo'lsa, balkim buni bu qadar hech kim unga she'r yozmaydi, balkim hech kim u rasmni u qadar chiqiyaga simbol xarakterda ishlatmaydi. Demak, ayollar biz nega bir davoyimizni anglasak, shu yerdagi hukumat bo'lsin, puhra bo'lsin, tashkilot bo'lsin, ko'ngil qo'yib anglaydi. Ya'ni butun dunyoda, davlatlarda xonimlarning huquqini qo'llash qonuni bor, bolalarni qo'llash qonuni bor. Demak, bu bizga e'tibor bergani. Shunday bo'lgandan keyin biz mushundaq bir siyosatlardan, mushundaq bir yaxshi bir sharoitlardan foydalanib, qo'limizdan kelishcha o'rnimizdan turib bu davoni anglashimiz kerak. Masalan, nemish qila olayman deydigan yoki albatta hozir masalan ayollarimizning Ro'shan Abbos xonimdek, yana Turkiyadagi xonim qizlarimiz, boshqa davlatlardagi xonim qizlarimiz hammasi oldiga chiqib da'vo qilayotganlar nurg'un, ammo yetarli emas. Masalan, hozir mushtaq zulm bo'layotgan chog'da biz yana uyda o'tirsak bo'ldi, erlarimizning xizmati, bolalarimizning xizmatini qilish, bu bir da'vo, bu bir qilishga tegishli demayli. Unimi qilamiz, biz Uyg'ur xonim qizlari azaldan Türk, biz bir qandash dizilarni ko'rayotimiz, ot ustida qilich o'ynatganlar. To'mrisning avlodlari. Yaqinqi zamonda bo'lsa Rizvangulning avlodlari biz. Nuzugulning avlodlari, ularning jarayonlarini, uning tarixlarini so'zimsiz bo'ldi. Mushundaq botir qahramonlarning avlodlari biz. Masalan, Türkning dizilarini ko'rayotimiz. Shuningda erlar urushga chiqib ketsa, ayollarimizga shu qabilasi hujum qilib kelgan boshqa dushmanlarga ayollar erlar bo'lmasimi qilish bilan taqobil turib, o'zining shu yurtini, shu qabilasini saqlab qolganini dizilarda ko'rayotimiz. Demak, biz mushunda qinimizda bor bir jangovar, qahramon ayollar, shularning avlodlari. Unda bo'lgandan keyin biz shu xarakterimizni yoki yomon bo'ldi, yoki mashni qilsammi bo'ldi, duo qilsammi bo'ldi emas, o'rnimizdan dast turib, uydan tashqariga chiqishimiz kerak. Chunki vatan tugayapti, millat bo'lishimiz bilan yo'qolyapmiz, or nomusimiz dafsanda bo'lyapti. Ana men bayam degandek, ular bizni umid kutyapti. Biz shularning ovozi bo'lishimiz kerak. Biz bo'lmasak, boshqalar biz uchun hech nima qilib bermaydi. Biz berib dardimizni anglatsak, biz to'g'ri usulda, o'zimizni tarbiyalagan holda, ya'ni tariximizni bilgan holda, siyosatni bilgan holda, o'zimizni to'g'ri yo'lda, o'zimizni tariximizni, da'voyimizni anglatsak, bunga boshqalarning diqqatini cheklaymiz. Biz ayollar texnik cheklaymiz. Shuning uchun diasporadagi barliq xonim qizlar aktivlarimiz bor, ammo yetarli emas.
çoxum onumuzdan dəst qopab soğudluq ketayotgan vaqtda bo'lsa-mu anglatish, yerli xalqlar anglatish, yerli xalqlarga do'st bo'lib o'tgan vaqtlarimizdami shularga anglatish. Bu biz bundan bosh tortib bo'lmaymiz. Biz bunga majbur. Biz shu kamtiki ovozsizlar ovoz bo'lishimiz kerak. Biz har kun kechda beshimizni yostiq qo'ygan chog'da vijdonimizni men bugun bir ish qildim ya deb rahat bo'lishimiz kerak. Shu davoni oldida kechkunduz da'vo qilayotgan oilasi yo'qmi, bolasi yo'qmi? O'tirib bir lag'man issiq yeydigan orzusi yo'qmi? Ammo ular vatan millat uchun bularning hammasidan voz kechdi. Masalan, Turkiyadagi shu Anadolu'ga borgan aşağıda hanım kızlar bor, aşağı namoyish qilganlar bor. Ashlarning oilasi yo'qmi? Shu Turkiya sharoitida ashli oilani bitirib qaytib da'vo qilyapti. Dunyoning har qaysi yerlarida bor. Demak, agar uyda o'tirganlarimiz bo'lsa, bulardan xijil bo'lishimiz kerak. Bizmi buni o'zimizning bir qiladigan majburiyatimiz deb bilishimiz kerak. Jangovar hanım kızlar, bayman deganda har doim har yer deyman, biz bir qo'limizda büşük, bir qo'limiz dunyoni tavirtarimiz. Buni bir ovoz bir qadamda butun dunyoga ko'rsatdik. O'zimizmi ko'rsatdik, ham uning natijasi hozir davoni oldida da'vo qilayotgan xonim qizlarimizning ko'ryapmiz. Endi biz ayollar bolalarimizni kelgusini tarbiyalaymiz. Biz ayollar bir oilani tutib turadigan mustahkam bir kuch. Erlar yanala taloq chiqib uyning g'imini qiladigan ishimiz bo'lmaydi degandek u ishlar bilan. Ammo oilaning butun ishi bizning qo'limizda. Biz uni o'ng qilsakmi biz qilamiz, dum qilsakmi biz qilamiz. Bolalarimizni yomon bo'lib ketsa-mi biz sababkor. Yaxshi qilsak bizning natijamiz. Onun uchun bolalarimizni albatta har yerda Uyg'ur tilini pedagoglikda o'rgatayotgan xonim qizlarimiz bor, ish qilayotganlar chiqqan takrorlayman yetarli emas. Shunday biz oiladagi tarbiyani onalar chin tutishimiz kerak. Andikin yoshlarimizni xili yoshga kelgan 15-16 yoshlik, 17 yoshlik bolalarimizni shu da'voda andikin fanniy ya kichik bolalarimizni fan tarafdan yaxshi tarbiyalashimiz kerak. Ularga iddatlarimizni yaxshi anlatışımız kerak. Bu dava çoxum kirishi kerakligini bildirishimiz kerak. Chunki biz buzilib yana uzun davomlashsa biz millat tugaydi. İnşallah tugmaydi ama nihoyatda zaiflashib ketamiz. Shu dunyodagi xonim qizlarimizga shunday jangovar bir holatda o'rnimizdan dast turishimiz, uydan sirtqa chiqishimiz kerak. Boshqalarni umid qilsak bo'lmaydi. Biz ish qilishimiz kerak. Men qiladigan bo'lsam, sizmi, ham boshqalar hammamiz qila olamiz. Ovoz yo'q. Mukarramadan ayt yaxshi so'zlab berdingiz. Amninki oxirida sizningki mush xonim qizlarga bo'lgan tavsiyalaringiz, mushu xonim qizlar sahifasi programmasiga bo'lgan taklifiniz bo'lsa bir anlagan bo'lsam, rahmat. Buldu. Xonim qizlarimiz deyilgan yurak so'zimni bayon dedim. Endi mushu sahifa uchun deganda bu sahifani nihoyatda yaxshi bir akapsiz. Siz kichik videolarni ishlashdan boshlagandingiz. Uni takib qilib ko'rib turdim, ba'zilarini ko'rolmaydim. Bugun bu akapsiz. Mana men bu sahifaga chiqib ko'ngil so'zlarimni deb o'tiribdiman. Xonim qizlarimizdan umidim mushu sahifaga chiqish fursati bo'lsa chiqishinglarni umid qilma, chunki bu bir tarix bo'lib qoladi. Singlimiz Gulining maqsadi diasporadagi xonim qizlarimizning da'vo qilayotganlari, boshqa yerda natija qozonganlar yoki yoshlar, o'shalarning hammasini yana shu diasporadagi xonim qizlarimizga, Uyg'ur jamoatiga anglatish, tonutish. Undan keyin buningda chiqqan shu natija qozongan yoki shu jangovar xonim qizlarimizdan yana birlari ko'rib, yana birlari ilhom olish uchun bir sabab bo'lib qolsa degan maqsadlarda bu programmani o'tirib qo'yapsiz. İnşallah shunga xonim qizlarimiz taklif kelsa shu programmani rad qilmay chiqib berishni umid qilaman. Yana birga bu bir kunlarda inshaalloh vatan ozod bo'ladi. Bo'lgan vaqtda vatandagi shu qarindoshlarimizmi bu programmani ko'rsa, ha mening tuqqanim yoki mening tunishim yoki Uyg'urlar mushna ishlarni qilgan ekan deb ularga bir
ularmı bizni tanıgan buldu. Bizning bu yerda ular uchun bir ish qilganligimizni bilgan bo'ladi. Şunaqa bu programmamızning natijali bo'lishini umid qilaman. Xonim qizlarimizning destek berishini umid qilaman. Ovoz yo'q. Köpten köp rahmat, nayt yaxshi so'zlab berdingiz. Oxirida takrar sizga mushu Uyg'ur xonim qizlar sahifasi programmani qo'llaganingizga yana bir qatam takrar rahmat. Boshqa xonim qizlarni ilhomlantirib, mushu programmani, ya'ni xonim qizlar sahifasini qo'llashga chaqirganingizdan men bek xush bo'ldim. Köpten köp rahmat. Programmamiz undaq bo'lsa, mushu yerda oxirlashsa. Allohga omonat, ishlaringiz o'ngishli bo'lsin.